Ota va bola bir kunda vafot etdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpiska tugmachalarini bosib qoldiring. Sirdaryoda kanalizatsiya qudug'ini tozalash vaqtida 3 kishi halok bo'ldi. Bosh prokuraturaning ma'lum qilishicha, 66 yoshli fuqaro 5 metrlab quduqqa tushgan va zaharli gazdan bo'g'ilib qolgan. Unga o'g'li va 3 qo'shnisi yordamga kelgan. Voqea joyiga yetib borgan qutqaruvchilar ota-bola va yana bir erkak jasadini quduqdan chiqarib olgan. Ularning bari voqea joyida vafot etgan. Hushini yo'qotgan yana 2 kishi shifoxonaga yotqizilgan. Tuman prokuraturasi tergovga qadar tekshiruv ishlarini boshlagan deyiladi xabarda. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpiska tugmachalarini bosib qoldiring.